5 ta drabilga deb yuboringchi bu. Bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin. Beramiz. Beramiz aka. Beramiz. Gap mana. 1.900.000 mi hozir eng katta yutuqimiz? 1.900.000. Drabilga bekorga bo'lib qolish mumkin. Mahaviy lis nima farqi endi? Qaysi birini ko'proq tavsiya berasiz? Kimlarga tavsiya berasiz Mahaviyni? Mis motorlarimiz Aha. 2.300.000 dan. 2.300.000 dan ketdi. Alyumin motorlarimiz 2.200.000 dan. 2.200.000 dan. Dastavka bormi? Dastavkasi ichida. Butun O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'ylab. Gap yo'q, yashang. Alloh rozi bo'lsin aka. Bitta telefon qilasizlar. Borsa, yoqsa pul sanaydi aka. Yoqsa pul sanaydi. Mana, piyolamiz turishiga necha baho berasizlar? Bemalol. Zo'r gap yo'q. Kirelanga yo'qmi? Ko'taringchi uni. Mana ko'rdilaring. Bo'ladigan qilib yana tushib aytingchi bizda obunachilarga necha pul o'tdingiz ekan? Shukrulloh o'zidan chiqdik deganlariga. Shunga 200 ming o'tib beramiz. 200 ming. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qorsoqol qishlog'i. Qorsoqol qishlog'ida. Assalomu alaykum aziz Shukrullo o'z obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar, bugun biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Yozyovon Optim drabilkalariga kelganmiz. Bekmurod akamiz sexlarida. Anchadan beri ko'rsatmay qo'ydik, yangiliklarni zo'rlardan qilib qo'yishdi, mana xudo xolasa shularni bir qator ko'rsatib beramiz mana akalar. Optim joyidan. Hafta kuniga payshanba 30-aprel 2026-yil. Aqlli katyollarimiz, seximiz juda katta seximiz. Qaranglar, bu tomonimiz, bu tomonda ham sexlarimiz. Bekmurod aka bormasinlar. Keling Shukrullo. Olyapsizlarmi? Assalomu alaykum. Sizlar aka, charchamasdan. Ha, yangiliklar bor ekan mana xudo xolasa. Xudo xolasa yangiliklar qildik. Bravo Agramil. Mishalkamiz aka necha kiloga mo'ljallandi endi bu? Bekmurod aka? 500 kiloga mo'ljallandi. 500 kilo. 500 kiloni xotirjam qiynalmay aylantiradi. Aha. Halinaqa reduktorli motorlar qo'yganmiz. Dubayno reduktorli. Qiynalmaydi. Bir xilda 500 kilo, 600 kilo. Masga qancha chiqsa o'shani aylantirib beradi. Uni kilovatlari qanaqa Bekmurod aka buni? Va kilovat olishlari juda ham oz, 0.55. 1 kilovat ham emas. Aha. Через ikkita reduktorligi uchun oz kilovat tortadi, qiynalmaydi. Mashinada qancha yuk bo'lsa ham aylantiraveradi. Aylantirib chiqarib beraveradi. Bu endi Bekmurod aka katta moli bor, nimalarga juda qulaylik endi, qo'lda aralashtirib, nima yo'q, bitta solasiz, YMPM o'tlarimizni. Bularni ham bir qator solib ko'rsatib beramiz, a? Ha, video davomida bir qator ko'rsatib, ishlatib ko'rsatib beramiz bularni. Aha. Mana drabilkalarimiz xudo xolasa aksiyada. Aksiyada xolos. Barabon shovlarimiz ham ketmoqdami xudo xolasa bular? Ketyapti, kelib o'ynab, yutib ketishyapti. Ketishyapti. Eng katta yutug'imiz 1.900.000. Bemalol omadlaringizni sinab ko'rsalaring bo'ladi. Albatta drabilga xarid qilish kerak a. Buni sinab ko'rish uchun drabilga xarid qilish kerak. Drabilkalarimizni bir qator ko'rsatib ketaveramiz endi. Bular qanaqa endi? Necha kilovat? Bular 5.5 kilovat. 5.5 kilovat. 5.5 kilovat. 3.5 ming оборот bo'ladi. Оборотda bularimiz. Hammasi yangi motorlarda bo'ladi. Aha. Bunisi alyumin motor, bunisi mis motor. O'sha 6.5 kilovat, 3.5 ming оборот bo'ladi. Chaqlarimiz ikki xil, Mahaviyga terilgani bor, mana qalin. Liska terilgan varianti bor. Liska terilgan variant. Ha, mana o'sha joyda turgan holati. Mana ko'rishlaring mumkin, bu joyida turgan holati deyapti. Mahaviyda ekan bu. Bu Mahaviyda liska terilgani ham xuddi shunaqa bo'ladi, faqat lis bo'ladi farqi. Bekmurod aka, buni Mahaviy lis nima farqi endi? Qaysi birini ko'proq tavsiya berasiz? Kimlarga tavsiya berasiz Mahaviyni? Endi Mahaviy lis ham farqi yo'q-ku. Menga qolsa lis ma'qulroq. Motorga kuch kelmaydi-yu, endi bozor Mahaviy deyotganiga Mahaviyni qo'yib beraveramiz. O'zi asli bitta uydagi chorvasi bor, 10 ta 15 taga listagimiz zo'r ishlab beradi, xudo xolasa. Puli ham keyin hamyonbop. Hamyonbop bo'ladi. 150 ming arzonroq bitadi. 150 ming arzonroq, bunga qaraganda ham arzonroq bitar ekan. Ammo vazifasi birding, ikkalasi hammasi bir xil. Zo'r. Apparatlarimizga kelsak, apparatlarimiz qulaylari yonboshdan setga tushadi. Aha. G'ildiraklari bor. Masofadan masofaga yetalagan g'ildiraklari bor.
tokni o'zi ko'rsatadi, teploshka zashitalari bor motorda o'zida. Mana kuymaydi, toklar ko'rsatib turadi, original motorlar. Motorga ham garantiya beramiz, korpusga ham. Necha yil garantiya beramiz? Shularni ham bir qator bizning obunachilarga aytib o'tib keting. Endi Korpusga 1 yilgacha garantiya beramiz. korpusga 1 yilgacha. Motorga 2 oy garantiya beramiz. Aha, 2 oy Motor- garantiya. 2 oyning ichidagi kuyib netib qolsa, Yangisiga yangisiga almashtirib beramiz. berasiz. Baqa kelib ham yurishmaydi. O'zingiz O'zimiz borib. boramiz, yangi apparat tashab Ana, almashtirib hurmatli beramiz. obunachilar, bunaqa imkoniyat qana kimda bor? Ko'ringlar. Tanlov o'zlaringda. Drabilkalarimizni ishlashlariga gap yo'q lekin. Sifat zo'r. Sifat zo'r, haqiqatan sifatlari Hozir- zo'r. O'zimiz ham olib ishlatyapmiz. Sifatlariga lekin gap yo'q. Video Detonasiyalari davomida ham, ovozlari ham, ko'rsatamiz. ovozlari ham hammasi zo'r. Setkalarimiz ham 5 xilmi? Bekmurod aka har doimgidek. Ha, 5 xil setka qilib 5 xil beramiz. setkalarimizda. Universal drabilkalarimiz. Narxlaridan bir videoni cho'zmasdan keyin narxlarini bir qator drabilkalarda aytib o'tib keting endi. Mis Keyin motor, chiqarib ko'rsatib beramiz hammasidan. mis motorlarimiz Aha. 2 million 300 da. 2 million 300 dan ketdi. Alyumin motorlarimiz 2 million 200 da. 2 million 200 dan. Dastavka bormi? Dastavkasi ichida. Butun O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'ylab. Gap yo'q, yashang. Alloh rozi bo'lsin aka. Ana qaranglar. 2 million 300 dan mis motorimiz ketdi deyishyapti. Dastavka. Bitta telefon qilasizlar. Borsa, yoqsa pul sanaydi-ku. Yo'qsa pul sanaydi. Gap yo'q. Mana qaranglar. Bu o'yinimizni ham o'ynashib yutganlar bo'lyapti, xudo Bor, xolasa. bor. Videolarga qo'yib Albatta kelib internetga chetda qo'yganmiz. olishlaringni tavsiya qilib qolamiz. Kelib omadlaring sinab, drabilkani olib, sinab ko'rsalaring, misol 1 million 900 mi hozir eng katta yutug'imiz? 1 million 900. Drabilka bekorga bo'lib qolish mumkin. Kelib olishlaringni tavsiya beramiz. Mana optim joyi. Olib borib sotganlarga ham aka kelishtirib u narxdan optim olganlarga yana ham tushib qilib beraverasiz. Tushib beraveramiz. Yashang. Bekmurod aka endi so'z isboti bilan bo'lsin, hammasini bir qator ishlatib ko'rsatib beramiz, a? Ko'rsatib beramiz ishlatib. Aha. Bo'ldi. Qaysidan boshladik? Nima chiqarib beramiz birinchisiga? Nima bo'lsa chiqarib beraveramiz. Bo'ldi. Somondan boshlaylik. Makkapoya nima bor hozir? Domponlarimiz bor, a? Makkapoya, moshpiris, beda, somon, bug'doy, marday hammasidan bor. Hammasidan bor, a? Bo'ldi. Boshlayveramizmi aka? Boshlayveramiz. Aha. Bug'doydan boshladingmi? Bug'doy. Soling. Bug'doyimiz chiqaryapti mana. Bug'doyimizning holati. Bu hozir 10 holatda chiqdimi Bekmurod aka? Ha, 10 holatda chiqdi, kepak holatda. Kepak holatda. Zo'r. Hozir makkani yorma qilib beramiz. Makkani yorma qilamiz. Mana makkani qilyapti. O'rtasiga e'tibor berib qo'yinglar, o'rtani qaranglar. Mana hurmatli obunachilar, bunimiz o'sha sovuqqa, atalaga yorma makkamiz. Somon chiqaramiz, bedami Bekmurod aka? Endi beda, somon, moshpiris, makkapoya chiqarib beramiz. Soling. Qo'y setkada chiqaramiz. Qo'y Mol setkada? setka emas. Aha. Mana setkasida chiqarib ko'rsatamiz. Aha. Yana bitta narsani aytib o'tib ketaylik. Poxol chiqaradi. Apparatimiz bemalol poxolni sinovdan o'tgan. Chiqarmasa qaytib almashtirib berishadi albatta.
Makkani soling. Makka poyamiz solishyapti. Mana Makka poyamizda ahvol akalar. Bularimiz hozir qanaqa motorda? Bekmurod aka. Shularni ham aytib o'tib keting, endi u chiqarganlari boshqa, nima hammasini aytib o'tib ketamiz. Bular 6,5 kilovatli. Ishlarni ham ko'rsatib, Hozir mana chiqarganimiz 6,5 kilovat alyumin motor. alyumin motor. 3,5 оборот. Mahaviydami bu? Listami? Bular lista mana. Bu Mana lista. marda chiqarganimiz Mahaviyda. Mahaviyda 6,5 kilovat misab modga. Mista bunimiz. Bunimiz bug'doy chiqarganimiz alyumin motor 6,5 kilovat 3,5 Mahaviyda. Aha. Bekmurod aka, buni endi hozir detonasiya o'zini bir ishlashlarini ham bir qator ko'rsatib o'ting biz obunachilarga. Oltin piyolamizni ustiga qo'yib o'tgangidek bir ko'rsatib bering ishlashlarini. Hozir mana. Texotlariga, ishlashlariga, detonatsiyalariga bir baho beringlar o'zlaring. Mana ovozlari bemalol. Shovqin, nimalar yo'q. Mana piyolamiz turishiga necha baho berasizlar? Bemalol. Zo'r gap yo'q. Kirelanga yo'qmi? Ko'taringchi uni. Mana ko'rdilaring. Zo'r gap yo'q. Ko'chiravering bo'ldi ekan. Michalkamizni ham bir qator ishlatib ko'rsatib berasizmi? Michalkamizni ham bitta ishlashlarini baho berib qo'yinglar. Mana ishlashlari. Ishlashlari bo'lsa-ki, aslida nima oladimi yo o'zi shunaqa texot shunaqami? Texot shunaqa. Texot shunaqa 1 me'yorda aylantiradi. 1 me'yorda aylantiradi. Unaqa tez emas. Aha. Yaxshi bir xilda aylantirib beradi. Bir xilda aylantirib beradi. Zazorlar ham yo'q. Aylantirish hech narsa qolib ketmaydi. Aha. Ha, hozir o'zimiz tashlab ko'rsatib beramiz. Mol boqqan akalarimizga juda asqotadi bu. Mana tayyor rastvorimiz shunday solinadi. Mana qaranglar. Buni Bekmurod aka xohlagan narsasini qo'shtirib, xohlagan narsasini qo'shib chiqaraveradi. Tushadigan joylari qanaqa? Yemni maytdan ovolinadi. Mana metdan ochsa yemni o'zi tushirib beradi, to'kib beradi. Qopni shunday qo'yadi, bo'ldi. Qopmi, aravachami? Aravachami? Qulayliklari zo'r, xudo xolasa. G'ildiraklari bor. Masofadan masofaga. Chorvador akalarimizga qulaylik. 500 kilo, 600 kilogacha aylantiraveradi. 500 kilo. Aytgandek motorlarimiz baquvvat motordan через ikkita reduktor o'tadi. Aha. Bunaqa ekonomishli 0,55 1 kilovat ham tortmaydi bir soatiga. Aha. Bu degani 300 so'mlik ham rasxod qilmaydi. Rasxod qilmaydi, ammo rasxodi yo'q. Ammo effekti zo'r. Ikkita odamning ishini qiladi-deng. Ha, bemalol qiladi. Ha. Hammaga tavsiya qilib qolamiz. Narxi narxini endi xudo xolasa narxi bombami? Narxi xudo xolasa obunachilarga nech pul? 6,5 million dastavkasi ichida O'zbekiston bo'ylab. Bo'ladigan qilib yana tushib aytingchi bizning obunachilarga nech pul o'tdingiz ekan? Shukrullo o'zidan chiqdik deganlariga. Shunga 200 ming o'tib beramiz. 200 ming. 6 million 300 ga ketdi. O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston. Yashang, gap yo'q mana. Bemalol aloqaga chiqib olaverasizlar. Xudo xolasa hammaga tavsiya qilamiz. Zo'r. Yana nima yangiliklarimiz bor endi Bekmurod aka? Aqlli kotyollarimizni ham bir qator ko'rsatib qo'yamizmi? Mayli. Mana bu seximiz juda katta seximiz. Aqlli kotyollar. Mishalkamiz ma'lum narsada aylantiradi. Dubayni reduktor bilan. O'sha hisobi ham qiynalmasin, bir xilda aylantirib beraveradi. Через remen emas. Kimlardir remen qo'yib turib, через remen aylantiradi. Biz remen qo'yganimiz yo'q. Necha qimmatroq tushsa ham bunaqa puxta ish qilyapmiz. Chiroyli, ko'proq ishlaydi, ko'proq xizmat qiladi. Sifatiga e'tibor berishyapti ekan mana. Tayyorlardan ham bo'lib qolibdi aqlli kotyollarimiz. Bularimiz endi mana yozda olib qo'yishsa pulni borida, qishda ertaga asqotadi endi, xudo xolasa. Hozir yozgi kunida yozda qilish kerak-da buni. aksiyada.
allaqancha arzon. Ha. Qishki kunida sezon kelganda necha ko'tariladi. Hozir aksiya narxida olib qolishlarini tavsiya qilamiz. Ha, qishda g'amini yozda qilib qo'yish kerak. Ha, hali cheklanmagan nimada 150 Cheklanmagan kvadratdan tortib bu 500 kvadratgacha. Ha. Narxlari-chi aka? Narxlari nechi puldan nechi pulgacha? Narxlari 9 milliondan 14 milliongacha. 14. Kvadratiga qarab. Garantiyalarni beramiz. Dastavkalari ichida. Eng kichkinasi 150 kvadratmi sizlarda? Eng kichkinasi 150 kvadrat. Bu nechta uyni bemalol isitaveradi, Bekmurod aka? 5 xona uyni isitaveradi. 30 kvadratdan bo'lsa endi bitta uyimiz. 5 xona uyni xotirjam isitaveradi. 5 xona, 4 xona uyga bemalol yetaveradi. Xudo xolasa bitta oilaga bitta qilib olsa bo'laverar ekanda. Ha, yetaveradi. Zo'r, gap yo'q. Bularimizga ham xudo xolasa aksiya bor-a? Aksiya narxda 9 million so'mda. 9 milliondan aksiya deyishyapti. Qaranglar. Kimda imkoni bo'lsa albatta tavsiya qilib qolamiz. Bekmurod aka, bir manzilni bir qator tushuntirib qo'yasizmi? Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani, Qorsoqol qishlog'i. Qorsoqol qishlog'ida. O'sha o'zi ko'pchilik shuni so'rasa, Optum drabilkalarda qaynab chiqqan joy edi. Ha, Eng katta sexlardan bittasi. kelishaveradi. Har xil turdagi drabilkalarimiz bor. Zakaz asosida ham qilib beraveramiz, remont qilamiz. Remont ham bo'ladi. Motori bo'lsa, korpus bosib beramiz. Любой turdagi ishni qilamiz. Korpusi bo'lsa motor sotamiz. Hamma korpus bo'lsa xizmatlar motorini bor. o'zini beramiz. Zo'r, gap yo'q. Bekmurod aka, endi bularni bir tirikchilikda Optum olib ketib, vohadan bir boshqa joydan qilaman deganlarga nima deysiz? Qilib beraveramiz. Narxlar bu o'ylagan territoriya bo'yicha eng arzonsizda, xudo Eng xolasa. arzon. Nima deydi? Arzon qilib beramiz, olib borib bu yerdan tirikchilik qilib sotishaveradi ustiga qo'yib. Olib borib joyi bo'lsa, bemalol foydalansa bo'ladigan, foydasini beradigan qilib Optum narxda beraveramiz. Gap yo'q. Zo'r aka. Xo'p, Bekmurod aka, salomat bo'ling, ishlariga omad. Ana shunaqa yangiliklarda xalq xizmatidan charchamang aka. Albatta layklarni bosishni obunachilarimiz. Layk bosganlarga bitta bonus qilib qo'ying endi oxirida. Layk bosganlarga 1000 ta laykka nima beramiz endi aka? 5 ta drabilka deb oling-chi, bu bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin. Beramiz. Beramiz aka. Gap mana. Hurmatli obunachilar, bosamiz. Layklarni bosib, 5 ta obunachimiz o'sha siz orqali, ana shu laykingiz orqali drabilkali bo'lib qolsa, biz xursandmiz. Xo'p, hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Kanalimizda yangi mehmonlar obuna bo'lib qo'yamiz. Shunda biz kiritib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bekmurod aka, ko'rishguncha salomat bo'ling. Sog' bo'linglar.